Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga o'zim o'qiyotgan kitob Fyodor Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo kitobi haqida qisqacha qilib so'zlab bermoqchiman. Bu kitobning asosiy qahramoni Rodion Romanovich, ya'ni hamma tanigandek Raskolnikov ismi bilan mashhur bo'lgan bir sobiq talaba bo'ladi. U hozirda o'ylab qarasa agar bizning oramizda Raskolnikovlar juda ham ko'p desa hisoblanadi. Chunki u hayotga qiziqishi qolmagan, biron narsa qilgisi kelmaydigan inson bo'lib qolgan edi. Hatto o'zining dangasaligi, ishtiyoqsizligi sabab o'zini o'qishini tashlashga majbur bo'ladi. Undan keyin esa u haqiqatan sal iqtisodiy jihatdan kambag'alroq bo'ladi. Uning puli kam bo'ladi, onasi unga pul yuborib turadi. Lekin 2 oy ichida uning onasi bilan aloqa o'rnatmay turadi. Chunki onasi ham boshqalardan qarz olib, uni qarzni qanday to'lashni bilmay qolgan bo'ladi. Undan keyin Raskolnikov oladi-yu, ko'p o'ylashdan keyin o'yladiki, men Napoleon bo'lib olaman deydi. Ya'ni men Napoleondek odamlarni o'ldirib, undek vijonim qiynalmaydi deb o'ylaydi. Lekin bir kuni yaxshigina tayyorgarlik ko'rib, o'zining uzun paltosini kiyib bir qari kampirning yoniga boradi. U qari kampir unga tanish bo'ladi. Qari kampir uni narsalarini ijaraga olib turadi va ijara haqiga unga pul beradi. O'sha pulni to'lab, yana ijaraga qo'ygan narsalarni qaytarib olishi mumkin bo'ladi. Undan keyin esa boradi u kampirni o'ldiradi. O'ldirdi deydik. Lekin o'ldirayotgan paytda bilmasdan eshikni qulflashi esdan chiqib qoladi. Undan keyin kampirning singlisi kelib qoladi. Kampirning singlisi aslida begunoh bo'ladi, juda yuvosh bo'ladi, lekin u bildi deb uni ham o'ldiradi. Ular qarangki, ikkisini shunday oladi va o'ldiradi. Undan keyin u aslida kampirning uyiga pul o'g'irlash uchun kirgan bo'ladi, lekin o'shanda даже pulni ham o'g'irlay olmaydi. Masalan, taqinchoqlarni oladi, undan keyin kampirning hamyonini oladi-yu, qochishga harakat qiladi. Qochayotgan paytida esa eshik taqillaydi. Va mening sizlarga bu kitobni maslahat berishim, bu kitobni o'qigan kishi menimcha dunyoga qarashi juda ham o'zgaradi. Nima yomoni, nima yaxshiligini juda ham yaxshi anglab oladi.